Aynan qorinni, kinning atrofidagi yog'larni yo'qotadigan mashqlar va pitaniyalar to'g'risida gaplashamiz. Eng ayollarni qiynaydigan zona bu qorin bo'ladi. Qorinni kirg'izib olishimiz uchun birinchi o'rinda oshqozonimizni sakrish qilishimiz kerak. To'g'ri nafas olish mashqlari bilan mashqlardan ozgina videolar hozir qoldiramiz. To'laqonli mashqlarni offlayn darsda ko'rib, ochiqcha holatda o'rganganinglar ma'qul yoki offlayn darsimizda o'rganganinglar ma'qul. Chunki baribir qorinlarni ochib, to'laqonli tushuncha bilan ko'rsatmasak, kam tushuncha bo'laveradi. Buni ommaga olib chiqa olmaymiz. Bizda o'zbek xalqimizda kommentlarni bomba qilib tashab, yozib tashishadi. Shuning uchun skritliroq tushuncha bilan gapiryapman. Haqiqatdan ozmoqchi bo'lsangiz agar ratsioningizda go'shtli mahsulotlarni bemalol iste'mol qilavering. Asosan uyda pishirilgan taomlarni iste'mol qiling. Mayonezni olib tashlang, margarinni olib tashlang, margarin surib pishiriladigan narsalarni olib tashlang, xamirni olib tashlang, guruchni olib tashlang. Kartoshka yeyish mumkin. Mana shu 4 ta mahsulot, 5-inchisi bu gazirovkalar, shirin ta'mli gazirovkalar. Bemaza Toshkent suvini ichsa bo'ladi. Chortoqlarni ichsa bo'ladi. Mana shu narsalarni olib tashlasangiz, qorningiz kirishiga tezroq o'zingiz yordam berasiz. Va sizlarga ko'rsatgan detokslarimni обязательно ichinglar. Ichki yog'larni eritib, ichki holatingizni davolashga, ruhiyatdan boshlab to tanani oyoqning uchigacha davolashga yordam beradigan ko'p detokslarni bundan buyon yana qo'yib boramiz. Va boshqa dietologlarda uchratmagan detokslaringizni asosan haqiqatdan ham effektivniy, mumkin bo'lgan, organizmni shilib tashlamaydigan, hattoki sizga ruhiyat bag'ishlaydigan, tetiklik bag'ishlaydigan detokslarni yo'liga qo'yishni rejalar qildik. Ayollarga oson yo'lini o'rgatsang qilmaydi, qiynab, qimmat, uzoqdan olib keladigan yo'llarni o'rgatsang qiladi. Nega shunaqa bilmadim, lekin eng zo'r yo'li bu 18 soatlik ochlik va bandaj taqish. 2 soat shug'ullanasizmi, 1 soat shug'ullanasizmi? O'sha soatdan keyin yana 2 soat bandaj taqib yurish, qorningizni yog'lari erigandan keyin bandaj yana ham ularni zichlashtirishga yordam beradi. To'g'ri nafas olish mashqi o'sha 1 soat mashqlaringizdan tashqari, 1 soat, 2 soat mashqlaringizdan tashqari boshqa 1 soatda yana qorin och vaqtda qo'shimcha to'g'ri nafas olish mashqi, oshqozon sakrish qilish mashqi. Mana shularni qilib borsanglar, nimaga bularni mashqlarni ko'proq qilish kerak deb aytibman. Chunki sizlarda aynan hozirgi kunda harakat kam. Harakat ko'p bo'lganda 1 soat mashq yetadi deb aytgan bo'lardim. Harakat kundan kunga ayollarda ham, erkaklarda ham kamayib ketayotganligi sababli mashqlar, to'g'ri nafas olishlar va dieta ko'payib ketyapti kundan kunga. Mashqlarning hammasini to'g'ri nafas olib, bitta nafas ushlab turgan holatda bajariladi va soat 7 dan keyin yotishingizdan oldin 1 stakan qatuvga mana bunaqa aralashtirib ichib yoting, ozasiz degan safsatalarga ishonmanglar. Yotishdan oldin kamida 3 soat, 4 soat umuman hech narsa yeyish kerak emas. Soat 7 dan keyin hech narsa yemasangiz shundoq ham ozasiz. Har xil dietologlar yotishdan oldin mana bunaqa detoks ich, yotishdan oldin mana bunaqa detoks ichdimi, demak foydasi bo'lmayaptimi? Demak siz bundan keyin ham foydasini ko'rmaysiz. Shuning uchun soat 7 bo'ldi. Voqliroq uxlasangiz, o'zi sekin-sekin ozishni boshlaysiz. Bir xil ayollarga hattoki ratsion tuzib beramiz. O'sha ratsionni qilasizmi desam, bir xil nimaga ozmayapman, nimaga besim kam tushyapti deshadi. Boshqa dietologlarning gapiga quloq solib, kechqurun yotishdan oldin qatuvli ichib yotishadi. Detokslar ichib yotishadi qanaqadir. Detoks qisman sizni 2 soat yana 2 soat qorningizni to'q qilib ushlab turadigan narsa-da. Bu detoks ovqat o'rnida iste'mol qilinadigan narsa. Shuning uchun 7 dan keyin yemanglar deb aytaman. Chunki siz 7 dan keyin yana yeb olsangiz, siz yana 2 soatga qorningizni to'q qilib uxlaysiz. Agar siz qorningizni to'q qilib uxlayversangiz, qorningiz och uxlashga o'rganmasangiz, oshqozoningizda ham, o'tpegingizda ham tosh yig'ilaveradi.